qo'limizga kartini berdi. Aşağıdaki Togondaki şu kampga apırdıgan saqchi şoförning kelimizga telefon nomeriga u. Şunu anikin 2017 9-ayning 1-kundan boshlab ma'nodaki normalda şu Togondaki qiz ayollar kampusga shu yerga darsga bordim. Yana saqchi şoför appa deb yerga appag'anti u bino 6 qavatli bino ekan, balkonsiz bino, 6 qavatli. U o'sha to'g'ri singan bino ekan. Menda qarasam bu yangi salgan bino emas, kulrang teshi. Anakin bu bino mahallaning o'ttiz joylashgan bino ekan. Siz hech bir zamonda buni qarab bu bunday kampi turmi deb uni o'ylamaydi hech kim uni o'sha sirtda qarablam. Chunki bu binoga qolganda shu teshida 4 xat va yoziliq. Lonyanguyu deb qizil yo'q qalay misol 4 birjam 6 qavat bino bo'lsa 3-qavat bo'lsa to'g'ri keldi u xat 4 xat. Xili jiroq yetib ko'ralaysiz xatlarni. Shuni ashundan aylanib binoni olib o'tib to'xtadi shoför. Bu binoga o'xshashlar erlar kampusdek qo'roga oldi. Tamlardan shunday qismlardan yuqargan buning ishlari shunday mustahkam qamal qilingan ashlar qirdi. Bu qo'rosida Xitoy arsaqchi nimlar Xitoy arsaqchi harbiylar qurolliq qo'g'daydi ekan. Bunun binanın koridoruna kirgandimi, bu binanın içi kirsak başında şunçalik qatmuqat kirdik. Kirib, yani bu şoför meni başlab qo'ydi bir ishxonga, başlagan o ishxona ikki ayol vaka, Xitoy ayol. Bir 3-4 er vaka. Bu shu yana boshqaruvchilar o'xshaydi, soqchilar emas ekan ular. Shundan keyin u men tunishtirdi, ikki Xitoy ayol. Mushaq 6 qavat bino bu dedi. Har bir qavatda bir sinf bor. Birinchi soat kirsa, ikkinchi soat ikkinchi qavat chiqsa, 4 qavat chiqib, soat 12 bo'lganda yetib tushsa, soat 1gacha ya tomoq achiq birimiz ishxonga, 1da chiqsa, 5-qavatga, 6-qavatga, ya'ni 6 soat 6-qavat chiqsa, yetib tushsa, undan keyin belgilangan vaqtdan keyin qaytamiz deb menga tushundirdigan. Ha deb shu anda o'z dars qilsam bo'ldi, boshqa soatda ba'lidi, u soqchilar boshlab chiqdi, meni u ayol bor bilan chiqqan. Bularni hattoki her bir qavatda 20 nechadan kamera bor ekan. Ashuna qilib bir ig'iz sog'anka bu menda qarsam shu yerdagi Xitoy kadrlar, pensiya chiqqanlar faoliyat qilgan uylar deb qoldim men. Har bir uylar ayrim uylar ekan ularga. Ya mesela ishlar qilib shaxmat o'ynaydigan ishlar Xitoy chiqmal bo'lgan ekan u mala. O'sha uylarda viskib qoldim o'zim. Lekin har bir qavatda shunday cho'ng zal bor ekan. Bu zal belki başka Xitoylarniki aşağı bir qavatga faoliyat qilgan zalmik deyman. Çünkü bu Xitoylar normalda so'yna, tanso'yna boshqa qildi-ku. Shu har bir sinfga 300 ga yaqin o'quvchi patadi, qarang. 200-300 ga patadi degan bolalar o'quvchi patadi. Shundan birinchi qavatga boshlab kirdim, mana shu birinchi qavat mashinada 3 qat eshikdan kirdik. Har bir qavat chiqishda aqlingiz hayron qolgan nima desangiz, birinchi qavatga masalan 4 bilan pay chiqimda aylansak ikkinchi qavat chiqish, yana birda chiqimizga shu aylanadigan shu orliqmi yanaşlar ishlar qilsaloqchimi? Hayron, aqlingiz hayron qoldi. Shu manzarani ko'rsangiz, xuddiligimiz Amerikaning kinolarida eng vahshiylarni, eng kuchlarni sulaydigan bir turmalar bo'lgan, qatmuqat. Shu ism kelib turgan shu vahshiylikdan qamal qilganlikdan. Shuningdek, shunday birinchi qavatda nim qilsam kirsam sinfga biz vaqt biz qapazning ichida erlar kampusda uchiqdi oldimizcha ular bilan bunday yuz turadi. Ma qizlarnikida biz ma qapazning ichida ekanmiz. O qarshi tarafimizda ular, undan keyin ular batarab qorong'u. Masalan, 4 deriz bo'lgan bo'lsa, har bir deriz usti shunday 30%, 20% da uchiq qolibdi. Qolgan narsalar qorong'u. Undan keyin manba yadlam sus chiroq bor. Men dars o'tirgan yadlamchi. Shuning uchun normalda siz darsni o'tib qarasangiz 3-qatordan keyingisini ko'ramaysiz. Shunday qorong'u demakchi mana shu darajada. Shuning bilan birinchi soatlar mana shu birinchi qavatga sinfga kirsam oldi bolalarni hozir sen kirgandan keyin bolalar o'rlashdi. Men sen kirib bo'lgandan keyin andek ular kirdi ekan, men mana eshikdan kirdi ekan, men qapazga ular eshikdan kirdi ekan. Shundan men kirsam ikki Xitoy bir ayol kadr, bir Xitoy soqchi kirib o'tirdi ya shu qapazning ichiga, men bilan birga maska ulardi og'izda. Andan keyin men koridorda yurganlarmi Xitoy erlarga hammasi og'zi maska. U kasal vaqtlar emas, ya biz bilmaymiz kasallar vaqtlarda. Hammasi og'zi maska. Nima uchun maska kiyib desangiz, bu binoga kirsangizlar shunday badbo'y
Çılgısız puraydı ki bunun işçi. Merak kamerada çakırıp olanlar normal okuşlar yapıyor. Çakırıp çıkanlar kamerada açkantı işlerini karsa bulanınki o birisi kamerada işçilik yalan. Ben bundan karab kaldım. Misal karsam bulanınki erlerin kamerası okşamaydı ki bular smot yatmaydı ki. Bulanın onlar 20 saat tahtayı vakya karam. Tahtayı vakya anoniki aldı bize uçukya muşu bulundular kesaklimde koyuplar çilek körüp durdu ki hem de o hem mesela körüp durdu ki şu oturup özün çok iştiraklı kılıp kündün nöbeti töküp aşağı kıldı ki şunun için buna işte tınğısız her xil purak aşağı vekşik yapıyor şunu olar aşağı olan ki bir yerde Xitay kadrlar Xitay sakçılar hemisi salametini qoğdap özündeki bularımız mastak etken biz normal mastak mevcut ekemiz şunu kırıp otağalarmış şu mastak ağalar koridorda menip жүрgenlermiş şu tabi buların özleri sınıflarga bilip aptı sınıf mesulü qilaptı özüne neçe oyunu bir qilip müşahidamaş kızlarının cıqlarından 6 qavat binada adamның cıqlıdaylıqı ma 1 saat kirib 2 saat yan chiqibsiz bacan nim degan cıq adam bu deb nimi degan cıq adam bu deb charchab ketsinliqi cıqlıqı qilam şunlar ular kirib chiqqan vaqtlarda ularning shu o'xshash chunki bu Saybaq rayoni tarafga o'xshash bularning kulram erlar kelgan ish kiyim üstüde aşağı kaç cüzdan ciltken numur mesela kirip çıkıp kırıcı bu numaralar qarab kaldıkensiz bazı 7-8 ming kütüde tepelere çıksanız aşağı qarab 7-8 ming 10 ming yakın adam bakende deysiz kep söz aşağılar var anikin bu yerdeki 90% kızlar diyelim 18 yaştan aşağı 40 yaşgacha yaşlıklar 90% egallaydi ki anadaki yuqurlar 10% egallaydi ki ular şu 5-6 qavat ekan ha. Mushundaqki shuningdan men bularni bir tushuntirib berdim sizga. Anadaki bu yerdagi qiz ayollarning hammasiniki chichi tushiritilgan ekan. Chash yo'q. Qarasangiz bular ermi, ayolmi, chichi yo'qlar. Bularning shunda sulg'un hayotdan umidini uzganlar bor bizda nima deymiz ulusang o'lma ba'zan yeyma deb bir tamsillarimiz bo'lgan-ku aşağı qolib ketgan lekin bularga kirish chiqsimi shunda eg'ir qadam o'tdasa qo'polmaydi qo'psa o'tirolmaydi shundoq tasda xuddi birisi bularni kech kunduz qiynab kech kunduz bir ish qilayotgandeklar aşağı tuyg'u berdi sizga har zamon har soat har vaqtda shundan bularning shu nimalari shundoq shu yurishtirishlari kirib chiqishlari shundoq şu maaş kirgen birinci günü lam benim bir sakçı tunuşum vardı ayal sakçı pek yaxşı ötüttük pek yakınlığımızdan ben bazı vakitte şu hizmetten baldır çıkıp kalsam şu sakçı dostumla işhansı kirip paranlaşıp onun Xitay sebdaşlarıyla muğduşup bular bireyler faaliyetler varsa mintan apırıp bular deytilik köz yoğun dostumla eken çırayak dostumla eken de pek deydiken telefonu başlayıp nurgun sakçılarla tunuşattım bir yerdekiler çok şu birinci günü məli kullandığı materyallarım kırvatsam, sakçı başlayıp ekilkit vardı. Yani, o öyle bir kameranın ki altıda tamak sunduğun tüşüğü var. O şu yerde yeni bir Xitay hizmetçisi var. Aşağıda öyle hatır izipti da bu. Tümür işlep işkili tarakşap geçilgan ki bu man karmamdı. Ben bunun karatına karsam oysa bir ders geldim ben dedi. Şunu Xitay sakçıma görüştüm. Ben bile sakçıma sen ders geldim. Dedim sen nime geldin desem biz ma hizmetki geldik. Düştü korudu görüşelim dedi. Çünkü korudu kamera yok olan ki şu yer sözüşümü demek için. Biz aslında deyişi varsa bu şu vaxtıda harbi bir zembilde bir kızan çıkartıldı ha. Kötür. Şunu umma qaradım ben qaradım şunda tez. Şuna tez açık etti. Qarsam o kızal kichiklar 18 yaşlıklar 18-20 yaş eşip kesse o kızalның kan yok çırayda. Qarsanızda maqızat öldü deysiz, ölepti deysiz. Etiketdi. O dostum bana şuna tez qaradım. Ben ona qaradım. Şuna yaqimda qo'rodi görüşüp düşlerdim. Ben ders qilib ketdim. O dersim qandaq oldu, qandaq ötdi. Oylamayman hozir shu vaqt derslerimni rostgani qilsam. Shuninglar ashundoq bo'lib ders o'tib chiqib 4 soat ders o'tib tushdi. Ishimiz qo'rodi ko'rishdik. Ko'rishibdi men dedim unga. Atigan ishimiz uchirgan qizali qandaq bo'libdi xabar topdim desam, doktorxona apog'iga o'lib qolibdi qizal. Endi bu qizal doktorxona apog'iga emas, shu yerda o'lib qolgan qizlar. Shu nima bo'lganda qizlar desam, buni so'rabdi ekan. Endi bu Xitoy xizmatdoshda tunishtirgan kim biladi-ku bular.
Sorsa o kızanınki adeti çıkıp gitti. Ağırıp kancık gitti. Bir yarım ayga kan kep kesimi bir insani bir nimeden olsun bir doktorxana apırmada kılmamdı. Mesela müşanınki yani bir jığılış kamsi, terbiyeleş kamsi de ataydı o atakka. Eğer insani bir nimesi olgan bolsa, bir kalp bir yürek bir gün bolgan bolsa, aşne bir erim ay kan toxtumu da baş kızlamı deydik yani kanap kitbardı, ekip kitbarmış, ekip kesilmişinde. Aşkılarla kanserler bile kitip öyle yapıyor. Bundan paca olandı hem de. Çünkü bunu közemli köyge iş bu. Közemli köyde o sakçı dostunun anladım onu annekin ölgünden ona haber taptım. Aşında o bizim Fransız jaryanlarda bize mekteplerde mi onun için anlaytıktan ama şu kız ayarlar kamplarda baskıncılıkla oldu ki anda aldım anlaytık. Şundan dostumu sordum ben ki arkadaş müşahede kız ayarlar mı büyük kız ayarlar bek çıkke kan kızlar mı nime mesela baskıncılıklar cıkılamdı nime cıkılamdı sen bilemsen dedim desem vay biz şunu tekşürüp geldik deydi. Degen desem nemin tekşürüsü ki dedim desem bu Xitay ersakçılar bu yerde işleşini yaxşı görürken talışıp işleşini yaxşı görürken bir yege. Bu gaplar qanday chiqib ketgan desangiz bu Xitoylar mesela aroq so'rlari o'tirdi ham devda so'rlar o'tavasida deyishdi ekanda bular men manchi qizal bosqinchilik qildim a qizal andachi ma qizal bunda qo'ydi deb deyishilga o'xshaydi. Shuningdan bu gap qarab ketib har qaysi soqchixonalarga yetib soqchi boshliqlari shu ishki xizmatchisini mishaga ahvol egallab xizmat tekshirishga evatgan gapira. Bu bir şekil olmamı dedim ben. Aş desem umu şu dedi. İvetipti bu qılmaq uçurğaqdan da aş kızlardan şu sonra hatırsı eltitken. Şunu ben hayran kaldım. Bu sizler yaxşı soraydı ekansilar buni ma teşhirga chiqib yo bir ishxonaga kirib kamera yo'q edi so'ramamsa buni u koridorda kamera bor bo'lsa u turmaning ichida kamera bor bo'lsa qanday deydi ular nima desam biz ulardan so'rdik. O Xitoy saqchimi bunaqa nima turdi bu bunaqa endi guvohlik turamda janglu deymizku turpirdiki shundan bu aşı qizlarlar bizni so'rabdi sizlarmishdaqa so'roqi chiqdimi qiyin qisaqlar bormi debdi normalda bizda bir qiyin qisaqlar bor biz chunki qilmagan ishlarni mustaq majburlab undaq qilib debdiki bosqinchilik uchrab vaqtinglarni biz barcha anglab ketdik sizlar qizlar javob ketibga qarang javob ketibdi gaplanmabdi shuni ishni bo'ldi davranglar bizga biz bunga xotirlaymiz aniki imzo qilsizlar debdi Ananga kızlar dedi ki kızlar imza koydu ki evye. O ötten öyle diye yapamam uçkunda olsa şunu olarak ben şunda hayran katova muş hizmet tekşüşmü kesin ada jığıp yesem bunu bir şekil dedi. Digende kanal basınca kuşlar dikenmişler. Sakça mal hizmet işin yakın sen bu gap değiştirsem bu facianı ben sanırsam sen çidap bulamaysa ayak sormasam kendime anlap bakay için ben hiç anlagan nöbet iş basınca kıldı ki dedi pek iyi depsene kıldı ki dedi rasma şu ben sınav ağzında anlap bakaydım haklamanca işengim kendime desem nime işenmeyse Xitay adlar bika talaşmaydı yani şu kızlarcıkka çılan kızlar talaşmaya kıldı ki bular o kızlarını sorak kılgan öylerde kamera yok ki kamera yok işgallarga kirib sorak kıldı ki bir kızalga 4-5 saqchi basqınçılık kıldı ki nöbetleşip basqınçılık qilib bo'lgandan keyin ularniki dembang deymiz tok kaltak deymiz tok kaltakda jinsiy a'zolarga maqat yo'lga tok berib ashuna qiynaydi ekan uni qiynab qo'yib yana basqınçılık qildi ekan uni oz deb ashuna deb berdi men degan shular voy nima deydigansa voy bo'ldi men so'rmasam bo'pti ekan sen demasam bo'pti ekan deb ketdim desam uni vahshiysin nima deysa men sizga bunday qilib desam tushunasiz hamda bu basqınçılık jarayonlarida ashuna qiynash jarayonlarida qon chiqarsa qon ko'p chiqsa chiqarsa yana shu boshqa qizlarni kirib shu tozaladi ekan shu jinsiy a'zolarni qanab ketgani oz deb u qizlarning og'izlari quloqlari qanab ketadi ekan qolgan o'zingizlar tushuning shuni olib bishlar deganda shunda so'ramasam bo'pti ekan nima ish qilib so'raganimda sen demasam bo'pti ekan dedim keyin gapni anglab men bosh qo'rib turib o'ngrab yig'layaptim o'zim chidamay chunki meni bir qizim borda men mushlar otalardan atvola qizlar voy ish bilas voy necha xitoylar xudoyim mush qo'rliqlarni ko'rayotganmidim erlar ham deb bardosh bersin kishi bu narsada qizlar mazlumlar voy Allah men degan fojia bo'ldi o'ngrab yig'lab ketdim o'zi ish topamsa meni o'zimdan deb vaqirab ketdi do'stim degan shunda o'zim o'shirlab edi o'sha qilib o'shab yuribsan bir olganda ananki tushdi ko'rishgan to'q
Şan ekirqinchiga bunda qiliq qachiq tamoqni gampen bilan bir ish qilsayni, uni mi yeydigan nerdiki deysiz, u shuni qilsam Xitoy ayolma tamoqni muzlab ketdi yemining deb. Shunga do'stimni uzoq bo'lgan ko'rishmagani. Shuni ular paralashib qoldim desam, tamoqni muzlab qoldiganda bir narsa ekyapti, shuni ishkimiz yedik deb qo'ydim yog'andilar. Uni yegin o'tamdi degan. Ana qaynoq suv ichsam degan qaynoq suv ishkimiz titrab ketib borman. Ya bunu tutmayman, ya deb kitap tutqum kelmaydi. O'zi qalloq shuni qiryapti. Shuni 3 kun darsga aran dars chiqib 5-6 qavatda dars. Ashta qilib qaytib shu darslar ashta davom bo'ldi. Shu jarayonlarda anadagi men yana necha qatim so'radim, yana so'rab qilsam bu yerdagi qiz ayollarga bularga o'qilar ekan. Bular o'g'an o'qili shu odat to'xtatish o'qilgan. Odat to'xtatgan o'qilar ekan. Bularga dori berdi ekan, odat to'xtatgan dori berdi ekan bularga. Anadagi kanaldagi o kan ilişki maqsadi shu eg'ir yuqumliq bunday kasallar bormi deb shuni tekshirdi ekan. U nima dori qo'llari shunday ekan. Bu qandasangiz ba'zan aks ta'sir qilib qon to'xtamayotgan qizlarda ba'zida to'xtabsiz ekan odatlari butunlay yo'q ekan, kelmaydi ekan. Hattoki bola imtihon lanim tutib ekanki bu yerda bu bolalar bola ekanki shularning sutlari to'xtab ketganki bu qandasangiz men bir kun bir dars o'tib vatan to'g'ri temasi bir tekstchi u. Shu tekstda bir mashhur jumlani yozib ostiga shu vatan xatni Jugo deb yozdim. Yozib shuni yozib men taqiq jumla tuzayli deb men yuz o'quvchilar o'sha hammasi degan biz deb ketganda men bir boshdan so'rab vaqtim 2 soat dars bütün jumla tuzashlar o'tdi endi. Shuninglar shu dars jarayonida shu bir qizlar deydi. Men vatanimni suyma ma'lum dedi. Boya bu Jugo dedi. Men vatanimni suygan bo'lg'achqa meni ota-onam bir muncha pul xarjlab meni Amerikaga o'qishga chiqarganda men shu vatanimni sevib ketib, ota-onam tuqqanimni sevib ketib, kelgan mishaga kelsam men ota-onam bilan tuqqanlarimni ko'rishamayman. Men bu yerga davlat tilida tarbiyalanishga keldim. Men vatanimni suyma, hukumat partiyaga rahmat, bizga mushundaq sharoit yaratib bergan dedi. Shuna bularga shu jumla tuzash orqali o'ziniki ishchiga patmag'ini maqtayotdi-da shada. Men uni chidab gaplashib beryapman. Chidamsam do'stga qarab do'stga uchagan bo'lib, xatni qiniqlab, shu Jugo degan xatni his qilsangiz shunda qiniqib ketdi shu xat. Yana ustiga yozma, yana uchirma ashtaqib men mushu amallar o'zimni qochiryapman-da shunda. Yana bir qiz oldi. Men vatanimni suyma. Mening balam da kichikdi. 4 balam bor edi. 4-chi ham 10 kun bo'lgan balamni imtihon qildim men. Men uqmayman, meni mishaga davlat tili dars o'tishga mishaga akeldi. Hukumat partiyaga men rahmat aytman, bizga misha yaxshi sharoit yaratib berdi. Ashdan qarab mana bu bakkanlar dedi. Yana birisi, "Oy malam, bizmi vatanimizni bak suymaymiz, chunki o'zimiz tug'ilib cho'g'aya, bizni hukumat partiya shunday yaxshi nimalar bilan bizni misha tarbiyalayotdi. Men kelardi to'y qilmoqchi, to'y bog'larimizni taqib bo'lganda, o'ylamagan yerdan meni to'y qilmoqchi bo'lgan yigitimni aketdi. Men bu yerga keldim. Men yana hukumat partiyaga rahmat aytaman, men o'sha sharoit yaratib berganiga deb e'lon Aslida masalan normalda bunda qaranchiq qilsak, ash qizlar o'zini tutamay, shu yig'lab eqib deyish kerakdi. Ashlar qarsangiz, ayolni mening balam imtihon qarsangiz, xudilik mig'isi julib ketib, bolasini seg'inmagandek va yoki seg'inib to'la o'ylab oxiri o'zini hayotidan hayot chiqishidan umidini uzgandek bo'ldi. Misha tugabdimiz bizni hukumat misharni qilibdi-da. Sirtdan butun aloqasini uzgandek, ashundaq tuzgan jumlalarimi sizga shu o'z ifodalagan bilan ashundaq hissiyot berdi-ki, sizga ashuni anlab o'tiradim, shunday deydi. Ba'zilari Misrdan o'qib ketdi, ba'zilar Saudiyadan o'qib ketdi, Qozog'istonda o'qiganlar va birisi Qozonda shu yerda Qirg'izistondan Qozog'istondami, Qirg'izistonda bir yerda dedi. Aşağıda o'qib, endi bir mavsum bo'ldi-ki, ota-onalarini sevib ketdi. 18 yoshga kirdi-ki, u ota-onasi ayrılib baxmagan bo'g'ash kelganki, yana nurg'unlar Yevropa davlatlarida dedi, o'qigan chiqqanlar, Yaponiyada o'qiganlar va Koreyada o'qigan. Ashlarningki jumlasini orqali men bildim, bo'lmasa uni kim deb turdim mana shuninglar. Mushlarni bildik ular shu jumlalar orqali. Ashlarningki bir gap so'zlarga qarasangiz-mi, mushunda qilib hayotini butunlay umidini uzgan, chunki bular shunchalik xo'rliqlar, asab debsanchiliklarga, har xil bosqinchiliklar uchrag'ashqa
uçura verip böyle xudelik ballarını uriyasın bezleşip kalganda bularmı aşında böyle xunuklaşıp böyle nimdeyimiz hem de bütünler ümidini üzgenler var bu bir xudelik boldular belbirmişken bu kandalı olsam ötüremse uramsa çapamsa mana biz şu degan halga kep kitibdi bular aşı kız ayollar hemisi şundan onun iki meylik dostunun o gaplarını anlagandan keyin bu yana davamlıq adam kürsüsüzlüğü qarab ben beşide kelgan vaqtlarimda gap almagan şu 4 saatim ben bu nimda qılıqı bular tabaqsız soğuk o yani soğuk onun içinlere par yok başka hem aş yalang'achlıqdan şunda qılıqı oturup oturamaydı ekan deb o'ylaydim. Elaqi tushdi qo'rada deyishib, nechkin nishar qilib diqqat qilsangiz ular shu bosqinchilik eg'ir uchrab, zaxmin eg'ir, elaqi qiyin qisqa eg'ir uchraganlikda shunchalik qiyin bo'ldi qarang. Kichik o'rindiq u shunda oyoq misal qo'pishlari elaqi qarab, misal bir xil bo'lib qolsa shu darajada elaqlar tasvirlig'isiz darajada. Shundan yana bir necha qatam elaqi o'shada bir yana Xitoy o'qituvchi var. Qonun ders beradigan bu shu adliya maktabining qonun ders beradigan o'qituvchi pensiya chiqqan o'qituvchiga 70 yoshni oshgan. Bir necha qatam bu Xitoy o'qituvchi o'zining mashinasiga oldi menichu. Men darsni qo'rg'ab saqlab tursam bu ko'rishib qoldik biz. Sen nimaga tursan deb. Chunki u vaqtida shu meni olib qo'ygan saq shofiri mushuni oshgan bir narsani akapaga ketib ekanmi, birma ketib ekan, meni saqlab turgan bo'ldi dedi. Saqlasam u chiqib meni shofirim kelib qopti, men bilan mal dedi. Degan deb yaxshi deb uning mashinasi chiqargan bir necha qatimda. Biz u yerda qaytadigan vaqtimiz toza biznikilik yuqori qatnash besimdaymizmi? O'sha vaqt bo'lgancha biz o'sha bu meni bir qatim Nenzga tashlab qo'ydi. Shu Nenzgadan 9-10 ga chiqib kelsam bo'ldi, ya yoshlar vaqtisi oldiqlamchi 9-10 ga bordim. Sen men Nenzga bir ish bajarib bordim, tashlab qo'ysam bo'lamdi deganda, bo'ldi o'sha yerda abtuz qolaylik menga dedim. Şu Togun'dan aşağı bağıcım bir saat artık vaqt ketdi, to'silib, meni to'sib başlaq oldu. Şu jarayonda mushu qonun ders bergan mush saqchi o'qituvchi, Xitoy, saqchi shofirga gap qiladi bu. Men xil gap anglab bo'lgan vaqtlarim, men keyin o'tirib deraza qarab, qarab meni to'g'ri hayron qoldim. Bu qonun ders bergan ma'lumdan gapini anglasangiz Şoför dağıtıdı. Bu hükümet neymiş katıdı azı dedi. Bu hükümet qanday iş katıdı. Ben şunda hayran kaldım. Ben ular kanun dersi vermeden kirsem, ben de o dersi o yerdeki başka münasebet adamlardan sorsa, bu yani 6 sınıf bilip koptu 6 sınıfka. Şu yiben arben kirgini cenzibenke o. Cenziben de en küçükler o mutsuzluk hem de kayıcı da eklemekçike. Şu kanun dersi verdiğim malum şoför dağıtıdı şimdi. Öteki bulatı bu yani bölüktü bulanı yiben ben cenziben sen ben sıben koy ben vuben lüben men ben ki karam. Aşağı cenziben diyenler bütün lüşesinler ki aşağıdan hem okup gelirler hem aşağıdaki en törenleri mesela yeni olsun okutkan alim mektep okuşları aşağıdaki ki bu dedi ben aşağı kırıp ben aşağı kanunda bir temi yazgantım dedi. Yazışımga o okuşlarını man koyup ketken şöyemin dedi bulandılarını Bana bergen suallarga aqlim hayron qoldi dedi. Nima degan yuqori sapa, nima degan yuqori saviyadagi savol bu. Men danq etib qoldim, bular qanday bo'ladi bu? Bu nimaga kelib qolgan bolalar deb danq etib qoldim. Hukumat bularni nima ish qildi bu yerga? Bu qanday ish qilyapti hukumat deb o'zini hayron qoldi, idas o'tmagan ishdan dedi. Shu jarayonda bu yana shu uni ozdab bu yerda qizlarni Xitoy saqchilari bu inson qalbidan chiqqan bir vekşilikka bu deb men buni gapini anglasangiz bu Xitoy bu shu bizning vatanimiz yashagan uzoqcha yashagan ba'zi Xitoylar bor biz ustimizga gap qo'ydi ancha-muncha ba'zilar bu Xitoy o'qituvchi biz tarafda turib gap qiladi hatta bu qizlarni mishada nima deydi bir tane Xitoy mo'nisiyadika bular shifa ichidika deb ashunda aytadi-chu nimasim yo'qki men mesela qarab baxtim to'shqanlarga çünkü bu Xitoy saqchilar kar yo'q bu bolalar nima deydi ular aklar ko'ray bularni qanday qilib so'ramiz ular erkin bu ixtiyori bizni gaplamagan bilan shundan bunaqlar ko'ray deb chilaklar qarab bunday tushunishni qilib baqsam bir tal guruch yo'q shifanka u deydi endi Xitoy mo'minlar mo'min yeydiki Xitoy mo'mini biz mana yesak qo'sqimiz ichib ketadi ba'zida o quruq mushaylim chidaydiki bu qizlar uyuma hayron qoldi bular o'rqab ketibdi borgan sari bo'pti bularni osh qo'ysin
yalang'och qo'ysin, sovuqda to'ng'ilsin, bo'pti. Bularni yana undan so'ng qiynaydi ekan, so'roq qildi ekan, bular qilmoqmagan ishni qilding deb degizib unga chenzi, unda qo'l qo'yg'izdi ekan. Uningdan eslish fojia bo'lgan nima bilamsa, bularni navbatlash bosqinchilik qildi ekan qara. Deb axta ersaqchi, shofir saqchiga deb menga gapni degan. Ya bu ersaqchi maqsad dedimi o gapni, meni biraga qo'shamiki deb. Yoki buningga rosa shaddatamda bilmagan ish qilib, mushta bosqinchilik qildi ekan, navbatlash qildi ekan, shunchalik fojia. Bu haqiqatan inson qalbidan chiqqan bo'lmay, nima bo'lsa o'ylab baqa. Sazim shu qabul qila olgan bo'lsa, ideyaning o'tmurib, ashna deyishib, o'sha ma'noda chiqirtindi. Bu meni o'zimning qulqimdan anglab, ko'zimda ko'rganim bu ishlar. Shuni bilan mushta jarayonlar bo'lgan keyin, men u yerda shu dars boraman, kelaman, darsim normallasha bo'yotdi bu. Asli men o'sha boradigan majburiy bo'lgan to'xtamda 2017 ayning 1idan 2018 3-ayning 1igacha turishim kerak ekan, 6 oy. 6 oy turishim kerakdi. Lekin men 11-oyga bormaylam. O'ylab menga erlar komissiyasiga tartiblanmay, o'zimni esimni qilmayotganda bu qizlar ayollar komissiyasiga bu ishlar. Undan sirt, yana shu keyin ketgan ishlarni men hozir qisqa deb bersam tushunasiz. Bu yerda men badashlik berib qo'yamdim. 11-oyga borgacha. Anqacha bizning Qoroda, bizning Anji o'ltiraq rayonining Qorosida aholi komitesidagi bizningki kadrlarimiz, bizga mas'ul kadr bo'g'ilgan deb qo'yamiz. Bizga aholi topida uqtirish yo'llagan 5-oyning oxiri yo'llagancha uqtirishlarni 7-oygacha qilishimiz kerak ekan. Biz mas'uliyat bergan Changloyamniki Minjin Changloyamniki shu ambulatoriyasiga berib uzuk solishimiz kerak ekan. 18 yoshdan 50 yoshgacha 2017-2018 yilda shu ashna uqtirishibdi. Uni qildik, bu jarayon uni ilgari qilib. Shuni men 2017da shu 5-oyning oxirimi 7-oyimiz uzuk solgan vaqtimga 9-oyim yoq keldim maktabga. Shu 11-oylar bo'lganimda mening odatim to'xtamadi. Shuni bilan 15 kun saqaymadim. Oxir men o'zim qo'rqdim, o'zim dedim, qansirab qolmayman deb shu 10-oyning 20-siniki, shu 20-siniki asatiga men qo'polmadim. Qattiqlam. Shuni qo'polmay oxiranikin qo'polmay yo'lishim dedim, men madarim yo'q, meni qattiq doktorxon opasini zopti ekan, meni oldimda. U biladi hamda arvogan keyinimda. Sana shu uzuk ta'sir qildi, uzuk mushta bo'ldi yaxshan deb. Shundan keyin bizning shu Uyg'ur tibbiyot doktor Abnum rayoni Uyg'ur tibbiyot doktorxonasi bizning ilishki bekat ustida, Benjaminga ustida shu. Aşağı pastga chiqdi, mashina to'sib shu yerga doktorxon olib bordi, doktorxon yetaq oldi. Doktorxon kirganki meni shu yetaq kirgan keyin qon besim o'lchab, bu qon besim qancha uchibdi? 45 dan 65. Qon besim. Tekshirishga meni mangdib chiqamadi, Harvardda chiqib, Harvardda tekshirish qilib, tekshirishdan kirdim, Harvardda. Ashla qilib ketdim, u oltim to'xtamadi. Shundan keyin u yerda u sağgan uzukni yoshna qilib davolanib tekshirib kirgan vaqtimizda telefon kelibdi. Mening telefon kelmam, telefonni olgan madar yo'q menda. Shuni qarsam yo'lishim oldi telefonni. Bizning maktabniki mudirimiz telefon uribdi yo'lishimga. Mustaq qalbimdir maktab bo'lmabdi, telefonni saqlasam deb vaqiradi shunda qazil degan. Degan to yetaqsit qoldi degan to shu men telefonni olib qilam. Ovoz yo'q, gapirganga aran do'sta. Men faqat da'vatim men o'sha odatim kelib ketdim. Odatim kelib ketsa men mal odati keldi-ku. Basamamda ular bizni telefon qilib ketgan biz deb qo'ymaydi ekansan dedi. Deganda men madar deb qo'ydigan nimam yo'q. Men aran keldim ishga desam telefonni bislat qiram. Bislatib shundan keyin tushdan keyin bo'lganda bizning bir oqsab mudirimiz var, shuni boshlab kelibdi doktorxonaga. Oqsham telefon urib yo'lishim qayerda, qanday deb. Shuni kelib meni ko'rib chiroyimda qon yo'q, tamdak misal medarma yotganimni ko'rib sen bak eg'ir og'ritsang, sana bak besimda ichingga endi dedi. Bak besim bo'lib ketdim, nima sana bu darslar besim bo'lib ketdimi yo nima ishlasang besim bo'lib ketdi, shuni deb bilalamsan dedi. Deganda men hech narsa besim bo'lmadi, mening odatim normalsiz ketib bordi. Shu men bak og'rib ketgan bo'lgach qilmishlar, hech qanday besim yo'q menga. Men besim deb o'ylayman. O'zimning odatim, men o'zimga besim bo'lib ketdi dedim. 15 kun bo'ldi men og'riyotgan dedim. Chunki uni oldin bizning bir Xitoy ilmiy mudirimiz aslida og'rib odat to'xtamay oyimlab qolib maktabda o'tirgan opag'andan erlar. Uni Xitoy. Şunla dedi. Deganda men 45 yoshni oshganda qara ayollarni bo'ldi. Shu besim, men boshqa besim yo'q, men yaxshi ketmoqchiman desam,
Ona kız kimni ibatimiz o mektepte dersga degende. Ben onu okumayman, sen bir uğurlaştırsam, sen de bak kimni versek buldu mesela degende bizim dayı jurunda bir Uygur ayol malım bana ahlak ders bergan çöndi. Şu malım bir tutup ki ben bize yaxşı qarğan ben bir 20 gün bir ay davalmasam ben mağamayman bana sorap bak meni tekşiriş kimi harbi desem açıktı. Ben azırsan yakında medirsam kıyvatlı beşinde demsem o qağazlarını körüp dıqı. Çıketti. Davalan o bergan gap yok. Çıketti. Şundan çıketkende şun doktorxana yetip davalanıp onda öyge çıkıp öyde şu mektep barmıdır o yoluşum hem de sen aşı badın ayakladın meyvadın derslerinde bir şop kalsan ben sana bakmayayım mesela igomayım dedi karam igolamayım sana demasan qo'g'lash mektepte qo'g'laydigan aytdi demasan uyda mal bormaysan mektepga agar bormasam men senda korim yo'q chatiqim yo'q dedi deganki bormadim mektepga bormay u bog'dagi modar bormidi ha shuni bu 2017 bir yil ishqilib mektepga bormadim bormay 2018-yili 2. ayda yangi o'qish mavsumida normal chiqib tushmamdi mektep berib. Chiqib tushsam bu jahon yana butunlay ostin ustin o'zgarib ketdi ha. Men mektep ishga borgan kunimlar cho'ng yig'in zalda xizmat taqsimoti o'qitirdi bizga endi yig'in zalda jinoyat siyosiy universitetda akirdi bir necha odam bor biz maktabda. Shunlar akirib Qutadi ashakirib ma'magan jazokan ha u. Qanunsizlik tumbo dedi birinchisi. Yani o'tdim men. O birinchisi xizmat vazifasining o'zidan yaxshi chiqarmaganligi uchun birinchi rinshirgan bo'lib huquqini yanchar yo'q rinshirgan huquqini Xinjiang junda er tantarbiya ma'lumot berdi beribdi ash o'taydi dag'an guzosini yanchar ma'lum o'taydi joyan zuzanlikni jayan ma'lum o'taydi 3 xitoyning ismi shunday esimda meniki chunki shundaq men tomboq qilgan bo'lg'achqa shu o'taydi ikki sinf qanzot tili kirgan sinfni bizning sinflarni qanaqa qilib tilsangiz ancha Xitoylik qo'shilib turadi. Mesela 5 yillik 4 sinf bo'lgan bo'lsa, Xitoylik aralashtirib qo'shib, bir qiz, bir Uyg'ur qiz, bir Xitoy bola, bir Uyg'ur bola, bir Xitoy qiz, o'sha o'rtog'ida turgan o'quvchilarni. Boshda qo'shib turib, boshdan oxiri meni. Bu bizga dars yo'q unda. Shuningdek, buningga kiradigan darslarni shu ma'lumlar ish chiqib qolgan vaqtida, shu Xitoy dars qiladigan ma'lumlar ish chiqib qolganda Böylelikler beri şop kalsa, ruhsat sorganda biz ödediklerimiz dersini, bulmasa biz dijorni kanda boğanlarga yardımlaşıp şu yerde işleyiklerimiz. Bana müştak ceza veripti. Gekmedim ben. Ben nim diyemem, yönetmişim diyemem çünkü vazifini orlamağa beni kampı yönetmeden hoş demem. Sonra otladım. Otlarsam ikincisi bizim bir ilmi muzurluqtadı. Aşağıda biz 12 malumni aşağıda uqtirib e'lon qildilar. Sen 12 malumni hammasi maktabning shu muhim yerlarda ishlaydiganlar bular hammasi. Aşağı kıldık kıp ulan büyükte kıp olan bir 2-3 gün ötkendiğin ki işxanasıga çağırdı qaram. Çağırıp bugün başlayıp sen iltimas yazsan, pensiyaya çıksa, unutqanma iltimasınga ziyon şençin dep yaz dedi. Özligimden iltimas qilgan yani eskartib yozib kelma degan uchun men ders vazifamni aptashildan gapirmadim. Men ishimni demayman dedim. Çünkü men rasam topshirgan hükümet topshirgan vazifani yaxshi o'rlayapmidim. Menda gunoh, men gunohimni tunudim. Ben bildim. Ben senden iltimas. Mesela ben yığılmadım yerde. Ben senden iltimas ötünüp kalay. Yani 2 yıl hizmet kılsam ben 30 yıl toşudaki 30 yıllık stajımdan pensiyaya çıkay degan. Boptum ben babanı kılsam aşağı kılay. Dedim hatta acımaş Xitayga. Xap nişis Xitay. Aşağı dep kettim desem. Sana buldu. Sana miyo yudi dedi. O oylama. İltimas yazın. İltimas uyan qaytıp ket. Qanday qılsan qıl uyan qaytıp ket dedi. 28 yıl ben 3 adamın hizmetini işleptim aş mektepte. Şemiyekşemem yok. Bizi cabarca telefonsuzla kim uçup gelimiz ha. Başlayımız öyle balına emini. Tatilde başka mallar tatilde masa biz dağan yapacağımız. Jinşin'deki peşinsi badisi barımız. Aşında kısam beni vazifin orlumundan daplam hemmini nölle kıplam beni. Sen onda yakınma boldu iltimasız kayıp uyan kayıp ket. Dedi şundan işkan kırıp iltimasın birini yüzüp kirdik. 12 mal namimiz yazıptınız. O 12 mal hem kandiklaşlar kıymetli. Şuna kirsak bizge gap mı yok, söz mü yok aşağı. Birinde qarab mı koyayım da bizi tatmasın, tamısın yapılı, tamını besiplan, to'yga techen tüyüşü yapılı yazıplan. Şuna qaytanlar oldu. Biz bunu özümüz tasdiqlab sizlarga evat beramiz dedi.
Şununla anladım ki 2018 ikinci ayın oldu mecburi kaydırıldım. Mecbur pensiyaya çıkıp ketken buldum. Şununla çıkıp 2018 5. ayın 20'si yani geldi uqturuş. Yani mecburi verip yani özü sağızdı. 2019 yılı mağdagan tayyorluk qilgan vaqtimda 5. ayının 5'i tug'ilgan kuni men abay tug'ilgan yillarni unutib qoldim mana 1969 yılı 5. ayının 5 tug'ilgan 1990 yılı 9. ayının 10'u qatnaşgan xizmatga 2018 yılı 2. ayının 10'u qo'llandim. Mecbur pensiyaga chiqarildi. Şuna bilan 5. ayının 5 tug'ilgan kunim bo'lgan bo'lsa 5. ayının 20'si bo'lganda bana mecburi şu nimede tuğut çekleş operasyası buldum kıran. Operasiya bu bo'lganda aşağı bir doktor sestra vardı. Halbuki operasiya bu bo'lganda bular qo'limizni tam urib bir qog'ozni berdi. Qog'ozni biz cho'qim o'zimizning aşı ahalla kompyuter topshirishimiz kerak. Shuning bilan sendan yana shu tap tapmay aşı doktor men qog'ozni tam urib bergicha seni bir qancha chiqyapti jumu deb aşağı dedi kıran. Daha çok şey yapıp kettin sen deb aşağı degandi. Keyin qog'ozlar ora shuni qaytib kelib doktorxonada tengib ishnalar bo'lib davolmishlar qilib yurdik. Biz bu uqtirishlar 2017 yılı 4. ayının 20'si tushgandan tunji qatim. Bu uqtirish nereden tushgan desangiz, bizda ahalla komitetidagi grupimiz var. Ünlüdabıcı. Mesela bizden o koroda 20 neçe bina olsa 4. 5. 6. 7. binamış 4 binada bir kızal başkurdu ki. Bir boğugan bu var bizge. Bir mincin sakçı var mesul. Şunlar bizim ahalla topumuz kılar uqturdu bular. Aş uqturuşdan uqturuptu 4. 20. gün düşken uqturuş o. Ben 2017'de 18. 19. yıllar uqturuşda ben telefonum bu bana ben yüzüp tazlayıp yeni telefon hep çıktım ben bu yaka. Çünkü bizge uqtadi bir qattiq tekshirdi ekan. Yangi telefon almashtirib mangsa debmi? Bizning ash ma'lumot idarasi uqtagan, yo'lishi boshqa degan yengini almashtirib degachga u uqtirishlar yo'q. Men 2019 yili operatsiya qilib chiqqan vaqtimda 2020 yildan bo'lib turib uqtirishlar. Bizga 5 yilda 18 yosh 50 yoshda uqtagan. 2019 kelganda 18 yosh 59 yoshda 9 yil keyin surib tuqqan. Bu uqtirishni men 2020 yili Mishadagi Gollandiyadagi vaqtimda ko'rdim. Shuning uchun uni uqtirish menda bor. Ma'lumotlar kesib saqlab qo'ygandan uni. U bor. Ash ahalla komiteti o'zi bevosita uqtirdi. U uqtirishni uqtaganda 4. ayning 20'si uqtiribdi. 5. ayning o'ttirlari da andan keyin biz 7. aygacha ash vazifa tugash kerak. Biz ash yangi Anju O'ltiraq rayonini yana bir necha 7-8 ash O'ltiraq rayonini bir shu Chanloyandagi ambulatoriyaga bo'lgan ekan. Bularsa bülütüdeki ayrımcı başarıp başa güç bulduk. Aşağı bakan ki bizge nöbet kelgiçe 5. ay, 6. 7. ay ökütüdüken. Şuna şu ben 5. ayının ahırı günü tat esimde kalmaptı. 5. ayının ahırı verip üzükünü sağızım. Ben ayar dersi tutkan tutsam kampıda 2017 yılda. Atiyenin barına keçi dikilme aşında. Bizim demirişimiz yok. Heyet bayram yok. Bakan ki öyle. Şuna olan ben şu 5. ayının ahırı bir üzük sağızdım. 2017 yılı bu sağızgan vaktim. O vaxtda biz ben bağan vaxtımda qıram. Bu şeyliki ücret bo'lib ketibdi. Xudiliki mal mesela qo'ylarni so'ysa da ücret turib o'zini so'yish kutgan qo'ylarga o'xshash. Bütün Uyg'ur qiz ayollar saqlab turib ketgan ücret. Yerim kundan tekkan ücret. Men uni shu bizniki vaqt yetishmagan bo'lg'achqa men u kampaniyadan qaytib kelsam, kashib ketadi. Bular 5-20 şülike işten, etiga 7'den 40'da çık şülike. Mesela o ki ben ağlardan sordum bulardan. Ben uqtirishni ko'rsatdim. Şu bizniki boshliqqa desam, men 20 kun ularga kampga qaytib o'tirib turgan o'zining kameralarda chiqmagan ki baribir. Deb shundan keyin borsam, ashunda ücret tutib, menga 20 kun aran tekkan ücret uzuk saqozgan 2017'da shu 5. ayninki oxirgi deyman u. U ashunda qildim. Andan keyin Kızaylar kampısı bağıntında özümden adetim onda toxtumaya kelib özükünü ağız etdim. 2018 yılı 5. ayda yani geldi uqtirish yana bizim telefonimizdeki ahalla komitetidagi grupimizga grup keldi. Eğer bu xizmatni moslashmasangiz, üzük sağızg'ilib bormasangiz, siz saqchixonaga berib
tümür otursiz deb uqtirish var. Yani keyin aşağı deydi ha. Şunu aşında olgan ki ben 2018 yılda 2017 kiribdim ishxonaga 2018 mi aşı aholilar komitetidagi aşı mas'ul kadr qizning yeniga ben özlemni aşı kimni ularni bor millatda ana keyin o'zimizdagi o'zbeklar jamiyatining hay'at a'zosi bilan ayrim bir kinishgan bor shu uni oldim Vatan Qaytgan muhojir degan kinishkamni oldim ikki qatim Abnum rayoni muhojirlar qurultiga qatnashgan uni oldim lekin bizga bir qizim bo'lg'achqa biz bir farzandlikka nima bor bir balla bo'lgan bo'lg'achqa bizga shu hukumatdan maxsus bergan kinishkalarga planliq tug'utdiki sharaf guvohnomasi deb jihozini yuqorini deb berdida u bor shuni oldim kirdim shu 4-qavatda ishxonasi ularning qo'rg'on ichida kirib man dedim man maktabda o'qituvchi o'da 2017 yil kiribman 2018 kiribman pensiya kinishkamni ko'tarib kiribman lekin oliy daraja unvon kinishkamni ko'tarib kirib ben Musa iş mıdamda işledim. Benim şu birlik kızım var. Ben tuğmayma hem tuğanmayma. Ötken yılı operasyon 2017 yılı üzük sağızganda ben mıdamda xud üzük aldırardım. Bunu haberiniz var. Ben özüm adım toxtum idi. Əmdi ben üzük sağızmay. Müşünü ben nıqsam. Müşünü körüp ben bir tasdiqlap biləmsiz ya bir xat qıp biləmsiz. Ben əmdi üzük sağızsam ben nim qılamayma. Ben nim kötürəmey, bardaş verəmeyma. Ben tuğmayma. Netçi ben qağazınız ben qoy qoypasam qoypiray. Eğer ben şu xilaflıkta tuğup kalsam, bulup kalsam, nime ceza olsun ben razı öteşke, ben kol kırpıra desem, bu kız, oy kandırada, sizni biz obdan bilimiz, bu bizden işlemin, bu yukarıdan düşken buyruk, siz bunu bizge emas, sakçıga deyişiniz gerek, bu sakçıqanğa verip mümkünsiz, bizge amal yok bu, dergi apasın, akmaydı bu kinişkalarınız adı karan. Akmamda desem ben ondan olsa, çokum sağızamdım desem ben dedi. 2017'de ben kirgendim desem, anlamağın aşlar. Yok ya da bu gepten kıma o 7. yıl deganing o yaqin ekan o gepten kıma sog'inmaydim chiqimizning ishini qo'llatgan meni ha 2018 bize tushundirdi endi bana shuni ana qiz bo'ldi soqchiqon berishimning o'rni yo'q deb yenib kirib yana shu 2018 yili yana 5 oyning 20 tushgan bo'lsa 6 oylarda 6 oyning 10'larımiki ikinci qatim sog'izdim o'zikni ikinci qatim sog'izib yana bir keyingi ayda yana egiz past bo'lib ketib undan keyingi ayda yana shunaqa bo'lib yana nim qilmay og'rib ketib doktorxonaga berib o'zim boshlayotgan doktor ayolni qishiga kirib man shunaqa o'zbekiston bunday qilib ketib qarang yana man otim to'xtamaydi desam yo'q sizga yoqmaydi ekan bu deb ayol uzuk og'zingizni demang desangiz bular meni tekshirishi mumkin sizga yoqmaydi ekan bu deb shu uzun ushlab aytdim bir haftadan keyin saqaydim endi man demadim buni demasam 2019 yılı yeni geldi bu uqtirish. Nima uchun 2019 5. ayning 20 bo'ldi? 5. ayda kimda uqtirishdan 2019 4. ayning oxiri keldi başlab. Shunlar 5. ayning 5 tug'ilgan kuni bo'lg'achqa 2019 yılı taxminan 50 yoshga kirgan tug'ilgan kun xotir kunimda. 5. ayning 20 so'g'atida ma'ashi qizaloq uqtadi yana. Qanrada bizning amalimiz yo'qmi shuna endi sizlarni shu berib tug'uchilik operatsiyasi qildiringlar deydi. degan tasqalma telefon qo'lim tushib ketdi men ham tutunchi ketdi voy ukam biz 50 yosh kirdik bu nima degan gapingiz bu men sizlar dedim bu men ular imzo qo'yib qanaqa qilsiz men rozi men o'tashga men uni qilolmayman desam yo'q buni siz anaqa bo'lsa shu bog' bilan soqchixonasiga berib bizning shu mas'ul soqchi Levinjon degan soqchi men esimni chiqib ketmadi hozir tushunma ashdan beribdan deganda men uni desam oqamdi dedim desam u masha dedi bizga o'xshash bizim amalımız yok, anlaşılan kımısımız olmayın. Zat bulmamda kımısam sen bulmayın dedi. Şuna da aşk Çanayan'a bardıkemiz. Çanayan'a berip barsam yani şunda adamcık uçurat ne ola kırsam aşı üyege Turhan kırıp aşı üye kırsam bir sestra bilen bir doktor belki o doktor çok pişkeden doktor kememde kırsam o da ayarlarını yıkayıp pensiya chiqib ketganlar taklif kelganlar kelib o'ylab qoldim endi yo shu yerda ishlaydiganlarmi shular karvat chiqib yotdi karvat chiqib yotdim shulardan keyin og'rimaydi o'zing bilmaysan sezmaysan uzuk sog'izgandek emas endi biza nima qilishi mumkin lekin uqmaysa undoq qilmaysa bir muncha gaplar tafsilot men boshqa yerlarga guvohladim buncha tafsilotni demagandim endi
Şuna karva çıkıp yattı diye yattım ben ondan keyin. O asması diken, okulur diken, şunu okulur turaqsa uxmadım ben diken. Uxmadım. Qanchalik vaqt tugunda uxmayman, yarım saatmi yo 1 saatmi bilmadim. Şuna tugida ham qopsam bo'ladi dedim. Shu qopsam yo qopamayman beshim ketgansan. Sen de bak qanchaq chiqyapti jumu deb. O'sha doktor ham tatmay, xiyoli kirib chiqmay degandi. Sen tamg'ini urpadi. Qanda chiqib, ash uyga qanda kelganimni bilmayman. İşlemsiz, bilmeyme hazır. Ben bunda oylasam ki kandan mangandım ya işte başını tut. Kandan uxmayma acımı şunu bilmeyme hazır. Uşumda bağım yok mu uxmadım aşağı. Şundan talağa çıkmayı öyle aldım, yattım aşağı kılıp. Bir yaktan mağansam olmaydı kızımla yak keldi ağadan şu işler takışıp gitti. Aşağı kılıp ahir bu işlerimi bütüp operasyonum kıldırıp bu kağızımı ekirip o kızanın kuluğunu tapşırıp bu vazifeni yaxshi o'rinlagan bo'lib, shuni anadan keyin 2019 yili 9 ayning 15 kuni ham ishim bitib, pasportni qo'limga oldi. Nima deysiz bu azoblarning qaysi birisiga uftaysiz, qaysi birisini so'zaysiz degan mushu jarayonlarda yana qanday ishib ketdi desangiz, mushu jarayonlarda yana 2017 yil biz dars kelib ketib shurib bir jinimizni 10 qilolmay yurgan vaqtlarimizda 5 ay normalda bizning shu vatanda Milletler İttifaklığı iyi daha 5. ay. Biz burundan şu 5. ay vaxtida mektepte okuyucular, Uygurlar, Xitaylar, malumlar, işte birlik faaliyet kılıp resimler düşüp, minzut hayınca yürek kılattıkta, onun için onu maxsus derslerini çaplap, resim faaliyetlerini kılıp, sayıları marif ders ivetip, gizli aşağı kıldığan. Normalde her yıl var o 5. ay. 2017 5. ay gelgende bu özgürep koşmak tukkan boldu qaram. Koşmak tuqqanı qilib berdi bizga. Meni tuqqanim kim keldi desangiz, mening suyumlik erimning idorasining boshlig'i, idora boshlig'i. Shuni men tuqqan qilib qo'ydim, bizga tuqqan qilib qo'ydim, menga aka. Shu 5-oyda 5-da 3 oyda bir kelgan, 5-da kelgan bu ayolni bolasida kelgan qarang. Aka bir hafta turdi bizning uyda. Bunga biz o'zimiz eng o'xshagan tomoqlarni yetimiz, biz o'rtan tomoq qilish o'rgatdi. Tomoqni birga yeymiz, birga uyg'onish qilamiz, birga sayohat qilamiz, birga yotamiz. Bu hükümet çıplaz Xitaylar bulağım yani asanlık yarattı. Kamp içindekilerini tek anda her şekilde azaplap, kıynap, öldürüp, defsenlik kılıp, basponçuluk kılıp, kamp içindekilerini yani hatırlayamamasında hükümet bunda Xitay erlerini öylergiçe aşında gepnin sertini deversem hem de o gepnimi devreyim ben bu okuşluk hayatımda demeyen sert geplerini devretip varmaya hazır. Yani ki er tukallarını ayarlara ekirip solap verdi öyge. Onu ekirip vergen az da hüccet vardı kullanın. Deptiri var kulda. Bir hafta qanday qildik imzo qo'yishimiz. Andan keyin bu hujjatda nima bo'lsin 5 birga bo'lish bor. Birga tomoq etish, birga tomoq yeyish, birga uyg'onish qilish, birga sayr qilish, birga yetish. Birga yetish deganki esladi bu Xitoylar. Ilm ta'limga mening erim bor, yonimda. Bir yasoq bir ish qilolmaydigan, endi men bu ishni bir sapirman, o'zim hayotda qo'ydim. O'shda qilsam bu Xitoy bir emas qancha qitim dedi. Bizni sen beni sen beni yaxshi kutmading dedi. Sen beni yaxshi huzur bermading menga. Sen beni bir yatmading degan ne chiqdim dedi degan men ularga beparvolam. Ishkina bir yataysam sen nimalarni qo'rg'inlar balki qattiq kelma, uxlamaydigan men to'g'ri tushgan dedim. Tapaqdim. Bu aroq ichdi bu Xitoyda doim bir saylan qo'rqsama qilsangiz aroq ichdi, ichki septidi. Men doim o'zga deyman, chanda men azroq ichim mas'ul qolmam. Azroq ichim mas'ul qolmam deb eskartib turmasan bu voy bir chidab turay ishni bo'lmaydi deb. Mas'ulqa bir ish qiladigan bo'lsa deb gap qilmasam sen nima olsa eringga deb. Ya men erim yaxshi kayf ichim deb gap qo'yma deyman. Bu Xitoy ashuni foydalanib qanday qildi? Shu kiyimlarni savitib, yalang'och o'tirdi, kusurvamsa qalta. Aşağı oturup, mina indim kelib o'tiradi, esilib quchoqlab, sen bek chiroyliqa, men seni suyvolay. Sen tomoq bek usta deb ashunda qiliqlarni qiltirmay, qarab ketmay yo'lishimga. U aroq ichibdi, balki u ya ilojsizmi, ya bir er kishi bo'lgankin, meni eri bizda bunda erlar o'tasa, bunda erlar bunda qilsa bo'lmaydi qara. Mesela seni xotiman chiqilsam, sen chidab tura olamsan. Demedi shu. Hem demaydi ham ya onunki vicdanı g'urur ishlab ketdimi men uxmayman ham shu darajada bo'lib ketdimi men shunlar ashnaq bo'ldi birda chiqdim bir qatim mas'ul ketadigan mas'ul bu eslab sen degan mamlakat yotsada turadi Xitoy turganti men yo'lishim dedim siz men aroqni chiqib mas'ul qilib meni yetib men chiqildigan bo'lsa
Ben aldılar bana ötürüp hani ben özlem bilmem ben şiki ölüm çıktı ben öyle dedim ben sen sarang olsa bir ben sen kalan git kapsa sen kandan okutucu lahva ay sarang sen çıdasan bıraktı ölmeyse çıdap dur hiç ne bulmay verdi Bildiğimiz hiç ne bulmam da şundan ki ben yakını yalvarıp yatkızıp aşağı kıp anın yanına yakıp yatkızıp özel mulla uxlap oturup yeni yatmamsa esip gelse sen uxlap olgan ki yatay Mama purak çıdımaydı ki marakın puruğa uxmayman men olmuş fakat nimem yaxşı mesela bizim bilan bir 2 saat turib men qo'yib birma deyman. Aşında bu nima qisman tutturmasa qarab chidab o'tirman degan hadab Allah Xudo bu iflosni bir ko'tirdi minqitdim deyman shuni Xudoyim ko'ryotamsan bu ishlarni kitmandan nola qilib. Lekin tamoq etgan bo'lsang tamoq etas qilsang chiqdi. Saytoqan seningiz keldi. Sen bana to'g'rashni uyutib qo'y deb. Sen bana qarsam uyunib olsang, unda to'g'raysan, qo'lingni tutib sen to'g'raysan deydi qaram. Qo'lni tutib turib to'g'rishimiz kerak. Say qo'rsangiz men uyutsa deydi. Cho'mish ashdan qo'lni tutib turib say qo'rishimiz kerak. Tamoq qilsangiz siz eslab oldi. Chilishingiz kerak. Sizni sevgisi ketgan suydi, chilishingiz kerak. Men shunday necha qatim mashab suyib, mushab turib olgandim. Men chaqadim, o'ldingmi sen bormi deb baqirib ketdim. Sen bana bunday muamele qilsam men xotir yozmayapman dedim deganda. Yo'q, men aniq kirib qarshi bermam sen bunday qildi. Men sen voqeamni to'g'ri tushun, xapma deb turmiz degan. Yana tamoq yeyib turib, balki men kayfiyatim shunda yaxshi bo'lganda, bu naqshat qildi bizni. Bu yo'l shunday naqshat men usulishim kerak. Bu chavakcha bizni kuzdi. Ana lekin ashunda yaxshi kayfiyatingiz vaqtida bu Xitoy sizning gap so'raydi. Aras men so'rab baqay. Sizlar degandan islomga e'tiqod qilsizlar-ku, sen namoz o'qib baqqanmi, sen da yolg'iz chekmamsan deb. Shuni bizning otamiz o'rgatmabdi-ku qira. U islom dini degan bilan otamiz namoz o'qishni bilmaydi ekan-ku. Bizga o'rgatmabdi-ku. Men yolg'iz chekishni o'qimayman, qira qanday men bilmayman. Unda qilsam namoz buni qilmamsan deb men bilmayman, uni qilmayman. Uni biz o'quvchilarga fan yutimiz bu din o'rgatmaymiz deb. Mana gapni aniqlab, juma kuni erlar michiqtirdi. Sizin bu erin michiqib namoz o'qiyotganda için dedi. Yo bu araqchilik namoz o'qib buni bilmaydi deb qo'ymasin. O'tirib, tursin. Sizin bu xotini fayim qo'ydi qanga deb dedim. Ne chiqdim bir emas. Bak buni inkos tez debchi. Men o'sha gapni qilsam shundoq tez deydi bu da. Shu men yo'q unda emas. Rostdan bu to'g'ri bo'lganki men shuni da'vatime sen xatira tushunma deb qo'yman. O'shunda gap orliqlarda bizni yana bu har xil gaplarni qo'laydi. Andan keyin yana bir necha qatim sizlar hozirgi shu vaziyat qanday qaraysizlar? Masalan, ko'chalarda hamma soqchi, hamma bekat ganting va jinguzanlar bor. Sizlarni orom bermay tekshirdi, hamma yerni qanday qaraysizlar deb necha qatim so'raganda, men dedim-da. Bu bizning bexatarligimiz uchun yaxshi tursa dedim. Bexatarligimiz uchun yaxshi. Hukumat bizning bexatarligimiz qo'dab bo'lsa qiladi. Men shunday o'ylayman. Burun biz kesh qolsak kilometr qo'qab. Hozir kesh qolsak hamma qo'dadigan soqchilar xotirjam menib kelamiz biz. Desam Bak teyze, mesela qarashdi. Mesela bu ertuqqan bunda bu ish var dedi. Eliq o'zik sog'izish va operatsiya qildirish va bu va mushunda qatma-qat eliq turma kamp ichidagilar anda bilsin bilan o'ziniki eliq tuqqanlardan unutgan, bolalardan unutganlar ular anda bilsin yashapti. Turma sirtidagilar eliq usti uchuq turma deymizmi? Mushunda bilsin. U besimlarni azabsiz qo'rg'ongiz kirsangiz qatma-qat korona teshini saqchilarga tekshirdi. Qo'rg'ongiz ichiga kirsangiz yana tekshirdi. Qaysi? Mana birinchidan ham 3-qavatda uyimiz kimligini olmamsa deb baqirayotgan kichik shunlar, yem xizmat chiqqan shunlar. Kimligingizni ko'rayotgan, telefoningizni ko'rayotgan. Tasqalisiz mesela xotidan shikil esib, ma kimlikni, ma telefonni solgan hojimi. To'xmish tekshirdi. Qo'rg'on ichi mashinada. Pat uyingizga o'yin tekshirayotgan, yana saqchilar degan gilamlarning ustiga sattil oyoqlarla kirib, qurollar taqib Öydümsə qızılında bir eləqə qolcaqda nəsi var ki, mən keyin alsam, o eləqə bundaq eləqə mingan neyimiz var? Eləqə neyimiz o gəpni? To'g'ri, aşağı eləqə sazgır nəslər uçurab qalsa, yadidiki qızılçılaqda, məsələn, sazgır nəslər eləqə bundaq eləqə nima Qur'on kitob demsiz, janamaz demsiz, u bu nəslərni tiqib qo'ygan bo'lsa, uchramışda bular hamma tekshirdi qaram. Bir oyda tekshirib turdi. Şu bizim ahali komitedeki kadrlar bile kırdı ularlar. Bu kadrlar işten bizi kep tutturdu. Ular hem aşkhaneyler, işkaplarını içine tekşirdi. Her ay tekşirdi onda. Kişiler çıktı tekşirdi. Anladın ki
Keşler yüzgürep çıkıp düşüp tekşürüşler başta kıp kesim öyle kokap böyle uxlamaysız daha keçilerde. Ondan papa uqturuşlarını qıptırdı. Hizmetlerini masajmasanlar, ballarını ekepirimiz. Masajmasanlar, saçxanaga tümür otursalar. Aşı uqturuşlar bayağı qarasınız. Anam ki biz anlayımız ondan bu təşviqat bekçi qoydu. Balansın balası ekepiripdi Amerikadan. Tutup ekirip kampı diken. Palancının eri palancıyadaki ekepirdi. Bu çatlar ekler edikende bular. Hep işini qalkası bir emas, iki emas, 10 qatım algan ki bizim imdeki rüküvatsınız şahsen ben de erlerin çıkan kapışmanda oylayman. Ben qanday oylayman şu jarayonlarda desangiz 2017-2018 vekşi evcep ketdi tutuştu. Böyle ki pastda meni uyam 4-chi qavatda pastlik var, jajop kes derizimizda qaraymiz. Kechida 11-13 tutulganlik deb qarasangiz degan mush qarxaltni kayazatgan, ektatgan, kevatgan, ektat. Ay shundaq vekşi, shuni ular qachon bizning ishni chekakida kechalari kiyim solmay uxlaymiz. Çünkü biz anlaganlarımızda mesela iş kiyim bilenler kurslarlık ketkenler çıkılan kiyim salmaya yetip kettikten ülgürenmeye kalmaydı. Anladım ki jürep çıkıp kaçamızın işkimizi çekerler deklidik de. Ben hatta 2018 yılı 2018 ikinci ayında onu kaytagan bolsa şu neçe ayrıca öyle ben bir mücü doğru kırıp aşağı doğru bir şey koyup aldım da. Bak kızım bilen görüşemiyen ki qanday qo'yib olsin chunki bek evjep ketdi uqtirishlar çünki bolalarni ekapirtga desa men qanday o'ylayman adam masalan ash saqchi ishigimni chekib ash jon ichib chekib qolsa dorini ichiblar mag'ishni ulusizmi dorini ichib olsin ash qizimni ekapirsin o qizimni unda u kapılarda xudoyim saqlasin Alloh subhanahu uni ko'rganda ulvog'ini yaxshi ozod qilib deb ash bishimdan ketmadi ash to'g'ri ash yo'lishim degan qarab bilsan salon kalonni ketib qolgan bo'ldim. Ben koçu salam çıktım. Ben ne olsam bulmadım. Aş muş yığılıp gittim. Şimdi kaçam zışın çekeyim. Diye amcamızın nöbet gelgende mi aş doğrunu aşında kaş kutuda ağzı içti aşda tutan ne çaylar. Kim sanmıyor aşda oklayımız. Demek biz muşundak sırtıdakiler muşundak azapta uyadaki sırttaki kız ayarlar mesela hazır bazılar dedikken videoları çıkarıp nakşılarını oynayıp usullarını oynayıp akatkan şaklı hemiz şekilge. Bazen özünün sakçıdan aşda oyuntudu. Bazı aşağı oynaşqa içişki mecbur. Çünkü aşağı içip oynayıp жүрсеңiz, ya bu ara içip çoğulgan demek bununki bu ya Hristiyan emas, ya bizde kabul turamaydı. Bu bir şekil tutuldu. Qalgan bir kısım şekil qalgan qaqlar olar. Lekin bular bir mezgil teşviq qilib ketdi. Biz kamplarni taqdik, nurg'unlarni xizmatga o'rlashtirdik, nurg'unlarni qo'yib yotdik dedi. Emniyatni saq qo'yib chiqqanlar yo'q. Eğer kesel bo'lib shu ulay deb qolganlarni topshirib ketgan tuqqanlarga ba'zi bir qism ular chiqiblar hafta 10 kun bo'lganda ulab ketib qolgan. Anan ekan o'lim shular jiqlab ketdi qarang. 2018 yilda qanday desangiz bundan birini deb bilsam sizga 2018 yilda shu bir 5-oyning oxirimida chunki bu 5-oy men tug'ilgan kunim boshlab esimda qolib ishlarchi. Shu 5-oyni o'ttirdimki bizning mening birinchi dayonda uyum birinci ayında, üçüncü ayında, dördüncü ayında, üçüncü kat bir ayağının ki oğlunu açıp da ülep kaldı da. Açıp gelgenken, hele kaklar üyeler kiremeydi o, ben Özbek. Aslımdaki hoşlar Tatar. Ben düşüp başkoştan ilişkin çekip, cürün düz olsun çıkaylı. O Ayşe'meden mi ayağının ısmemli kız dervaz, uçuş kasap dervaz. Parançatı koyarlar, çoğu balamın izleyip kap gitti. Balamın izler soru bulma da jüret için anlatıp biz işkimiz olsun çıkaylı da çıktık üyeye. Üçüncü kanattı. Kırsak, ahali komitesi oturup da keldinler da edip otladık. O ayal jığıldı, qaqşıdı. Şuna öyle balını bizden öyle jigitlikmiş ki yakın boğan ki çıkıp ketmezsiniz noğaymışı. Bizden bir kınım yolu var bir jigitlikmiş daha. Şuna biz kırplı birden ki peşim kaçkıdı ki der 7-8 balı var ki elim yaxşı. Ola götürüp etiket diyor bana. Etiket jığılap o ayal bizim oturup jığıldık. Çıktı yazsak işkim yok burada 3. Ahali komitesi 3 kızlar biz işkimiz hem oturuş bireyle bular bizim için kımağa gidip otladık. Açık gidip bir saat olmaya yandırıp ekirdik. Ekirip nindeydi o vallahi da. Meçitte bularının cenaze deyimiz mi? Şu ücretke kıram. Namaz şuralara ücret tekmekti o balığa. Şuna olan elik ayağımı degen şunda jığılır etki jığılap ahir anamikin bu balı öyle judumu oxumuduk. O ballar ne bildi daha okuşu bilen bilmem özü düşerken oldu. Ekepti aşağı şuradan bulduk da.
oturup jığlap ketdi. Hala komdu kiren kadr kızlarmı olamı degan shunda jığıldı endi u yerda u haq jığlabız. Başta qilib jığlap gidip chiqdik. Şöyle 2017-2018 bo'libmi bek ko'p ketdi bir yil. Men bu Allah baxmabdi ekan men mechitlarda bunda janozalar ujrat bo'lib ketibdi. Ujrat tegmidi degan Allah baxmabdi ekan men. O'shda fajialar bo'lib ketdi. Şunda içine çıkmışlar facialar. Bundan keyin 2018 yılı yana 4. ayın ahirine yoluşumdaki işletmen şirket şeyden Xitoydan çoğun şirkette bu bütün işte kuruluş zapçasları işte hani ki bundan binalarınki koşun bende koydu ki işte oturup koyduğun kadar kesek aşağı işlep çıkardığın yer bütünlay bunlar kışta demaldı kuran. Mesela her yıl kışta 11. ayın 20'si demaldı. 4. ay iş kuşuydu bulardan. Kışta normal iş kılamaydı ki bular. Çünkü o uyardı işlep çıkardığın keseklerini, onların bilerini, kumdanını sıkta kıldıkken var mı? Sıkaklarda. Talarım şu an saklaydı ki. Aşağı bakan keyin bu yoluşum işletken ileride bu özü tepedi mi? 4. ayın 20'sini 100 net yapan yaptı bir yerden Kaşgar'dan Altuş'tan aşağı Aktu diyen şu yerler. Ben okumayken ben de işte özledi ismini için. Şu yerden hocam bizden idare etmişler kısap yaş kızlarını yaş balanı yapıp tüküvetti kara tep geldi bir gün. Nimlaki o nimlaki gelsem bazı okuyanlar ki aile mektepte deydi. Bu aile mektep okup çıkanlar ki dedi diyen yani kuluşçu diyorlar şu kendi mecbur emgek dedi kan kuluşçu demeyi mecbur emgek diyen şu kendi dedi. Ular kandak gelsem o yakama ben ya tüzüp bilmesen Xitoycha değilsem ben muhtemelen onun gamda dolu cümleler aşağı ötettim günde. Ben ya bilmesen bile o başlıklar Xitoycha ustab o'ylagan o'xshaydi. Ular qat'iy tushunmaganki, ancha bilmaganki Xitoychani meni tarjima qilib bermalar, akirganti men tarjimonlik qildim deganti men to'g'ri qila oldingizmi deb. Sen machqatda men telefon mendan so'rading o. Ma'nim degan gap, anim degan gap deb ulma ularga yozibdi. Men uqamadim deb so'ragandim. Men bu nimaga bunday qotqansam, ketmang deb berdi. Shuninglar ularni qanday to'xtam qilib desangiz, telefonlarni yig'ib oldi ekan hukumat. Orada bir qatım telefon verirken, telefon görüşürken. Hani ki bu işletken yerde etrafındaki şu her kanda tunuş biliş tukalırlar, alakılışka, bular çıkışka, bular kilişka, katli ruhsat yokken, sıtır alakası katli yokluyken, üzlügenken, 12 saat işleydikken, maaşını 1400 mi, 1600 mi unutup kaptım ben. 1700 mi o ya? Aşağı bir san. Şunu olan 1700 mi o ya? Aşağı bir kitapta hem de 12 saat işleydikken, bular anadaki şu tamak aşağıda ulan ayrım nimeler var ki şu yer yatıdı ketip kopdu ki aşındaki bu bir mecburi emniyetteki bu bir zavut bunu ben özem bildiğim hem özem közümlü köygen hem özem anlayan zavuttan bir yerdeki mecburi emniyet işlerden kuruştular. Onundaki yeni bir kuruştular işlediğin ya neredesiniz? Badaben Gunye yönünde uyardı mı aşındaki navayla uyardı bir neçyüz Balla vakiyse başta okugan balla ulaşan navayla kıldıkken uyam şunda ken açılgan uyanma közemini köygen ya o 2019 yılı 4. aylarda mı aşında ben oylap kaldım ya qarab ya burun bağoği bayamiki aşın işletimi özgertiplar veya ki yeni salım 1 kilometre aşkılıp şunda çoğunluğu kadar bina emez çoğunluğu bir sanatkarlı bir yerke o şu işki mecburi emgek katkan kuluşçular işletkan şu işki yani öz közemini köygen hem özüm bağlandığı hem özüm bilme. Müştah işler.